到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asqar。今天我们要学习的是第9单元的第2部分的这个课文向前冲啊。那我记得上一次咱们这个上课的时候呢，讲到了什么呀？乌鲁木齐的亲戚刘萍来了，是吧？那刘萍姐来了之后，她跟阿兹古丽呢讲了一些东西，让他们要按时领证啊。然后如果以后被这个麦尔兰欺负了，还可以去这个村妇联主席去说等等啊。告诉他呢要保护好自己。那接下来他们又聊了一些什么呢？我们一起来看一下故事场景。刘萍姐与阿兹古丽说悄悄话，看到噼叽噼叽噼叽的那些啪啷的些，对。那我们来看一下，阿兹古丽说：“姐，我的婚礼你可一定要参加呀。”那这个地方我们来看一下啊。首先这个토이물었으면님들은婚礼的，然后토이물었으면 қатнашқан님들이게mes参加婚礼啊，参加婚礼。那미능 토이ум가我的婚礼你可一定要参加呀。스초고 қатнашing。那애들이 무슨 사와다시다 지그리시가 스초금 қатнашing десек，明天的同学聚会你可一定要参加呀！啊，明天的这个同学聚会你可一定要参加呀。애들이 지금가 조금 қатнашing bu yig'in bek muhim десек，明天的会议你可一定要参加呀！这个会议特别重要。明天的会议你可一定要参加呀！这个会议特别重要。然后呢，妹妹的婚礼做姐姐的怎么可能不在呢？那singlimniki toydusa，怎么可能不在呢？Qandaqmu bu yerda bo'lmay，那就是 qandaqmu qatnashmayman qatnashmasligim qandaqmu mumkin bo'lsin degandagi，怎么可能什么什么呢？desak，那 qandaqmu mumkin bo'lsin degandagi，他u meni aldishi qandaqmu mumkin bo'lsin，他怎么可能骗我呢？那就是不可能的意思啊。mumkin emas demekchi，他怎么可能骗我呢？Bu sualni seninki uqmasliging qandaqmi mumkin bo'lsin? Bu nihoyatda oddiy-ku desak，这道题你怎么可能不会做呢？这道题你怎么可能不会做呢？Ishqanglar bir-birsinglarni tunimayman desanglar bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Burun sizlar saboqdashdinglar-ku。你们说不认识，这怎么可能呢？你们说不认识，这怎么可能呢？你们以前不是同学吗？你们以前不是同学吗？ desak bo'ladi. Ishqilib qandaqmi mumkin bo'lsin deganni怎么可能呢？ deymiz. 做姐姐的ochi bo'lgan odam. Na sen aka bo'lgan odam fuqanga ulgu bo'lishing kerak desak， 你这个做哥哥的，要给弟弟做榜样。你这做哥哥的要给弟弟做榜样。Andan keyin opa bo'lgan odam bunday gapni qilsangiz qandoq bo'ladi？ 你这做妈妈的怎么能说这种话呢？你这做妈妈的怎么能说这种话呢？ Andan keyin boshliq bo'lgan odam bunday mas'uliyatsizlik qilsangiz qandoq bo'ladi？做领导的怎么能这么不负责任呢？你一个你一个做领导的怎么能这么不负责任呢？好，做什么什么的，然后呢，他说，对了，忘了提醒你，对了。deymiz. Bir ish tuyuqsiz esimizga kelgan vaqtida 对了 deymiz. Haras
Açıkçım sende doğru değil mi？对了，我的钥匙是不是在你那儿？对了，我的钥匙是不是在你那儿？ Haras, ete işlemeydiğimiz. 对了，明天不上班。对了，明天不上班。desek buludu. Haras， 对了。那对了什么呀 ？Haras 忘了提醒你 ，eskert şunu unutup kaptıman， 忘了提醒你 ，eskert şunu unutup kaptıman degan gap。领证前必须要做婚检。那 öğleniş xitini iliştin burun qilish kerak deydi o. 必须deganimiz cho'qim婚检是 to'ydan burungi tekshirishni cho'qim qilishingiz kerak debdi va. 那eskartishni unutib qoptiman degani 忘了提醒你。eskartishni unutib qoptiman bugun kechda 这个 bir ilaqa saboqdoshlar yig'ilishi bordi desek 忘了提醒你今天晚上有一个同学聚会啊，忘了提醒你今天晚上有一个同学聚会。那 eskartishni unutib qoptiman Ata palani başliq xizmat tekshirishga keldi ekan desek 忘了提醒你明天某某领导要来检查工作。忘了提醒你明天某某领导要来检查工作。deymiz。Andan keyin 这个领证前to'yga kelishdan burun 必须 cho'qim biz cho'qim yaxshi o'rganishimiz kerak desak 我们必须好好学习。bu ishni siz cho'qim vaqtida bitirishingiz kerak。这件事你必须按时完成。这件事你必须按时完成。deymiz。然后这个呢是必须。And then做婚检这个我们刚才说了啊，to'ydan burungi tekshirishni qilganni 做婚检 deymiz。那 to'ydan burungi tekshirishni qilib bo'ldinglarmi yo qilmadinglarmi desak 你们做婚检了吗？你们做婚检了吗？或者是你们做婚检了没有 desak bo'ladi va 做婚检。And then arzuguldabdi 这个我知道 buni bilaman 这个我知道。那 oldingi darsda chiqdi birisi bizga bir narsalarni degan vaqtimizda buni bilaman degan chog'da 这个我知道 deymiz。这个我知道。不过 lekin nima bo'ldi 我觉得我们都挺健康的呀。bizningcha biz xili sog'lomgu。那么在这个地方呢我就感觉可能nurg'un odamlar Arzugul bilan o'xshash o'ylagan bo'lishi mumkin。就像 oldidagi darsda öğrenish xiti ilish desa 我们不着急呀 biz oldirmaymizku deb buni sodda deymiz。那个刘萍姐说哎呀我的傻妹妹 degani to'g'ri shu。那么在这里呢也是啊，他说我觉得我们都挺健康的呀 bizningcha biz hammamiz sog'lomgu deb。那 meningcha mundaqu degan chog'da 我觉得什么什么什么 deymiz。比如说meningcha bu yerdagi muhiti yaxshi ekan desak 我觉得这里的环境很好啊，我觉得这里的环境很好。meningcha bu maktabniki o'qitish sifati yaxshi ekan desak 我觉得这所学校的教学质量特别好啊，我觉得这所学校的教学质量特别好 desak bo'ladi。那么在这个地方阿兹古丽觉得我们都挺健康的。那其实他的意思呢并不是说不去做婚检嘛，他只是觉得多此一举的，他可能觉得这个是多此一举。多此一举的就是其实不是这样子的啊，其实不是这样子的。那按照正常的来说或者说对的来说 不光是做婚检平时的时候我们也应该是最少按az deganda 一年体检一次 bir yilda按az deganda bir qatim体检qilishimiz kerak。那上次我就说过了是吧，防患于未然，那就是yuz bermay turibla uni bartaraf qilishimiz kerak。你不能og'rib kesilingizda davo saqat qilib bo'lmagan vaqtida anaki yey burun nimish qilib uxmabdi ekanman to'q demay
应该是her yili vaqtida o'zingizning salomatligini tekshirib tursangiz，那就不会出现这种情况，是吧？那在这个地方也是，你觉得你自己健康，你o'zingizni sog'lom deb o'ylaganingiz bilan谁知道呢？ kim bilsin， 也不一定嘛，这是一个。而且呢，这个婚前做体检肯定是有它的道理的啊，做婚检。那我们来看一下这个刘平他是怎么说的，这你就错了。bu deganingiz xato bo'ldi. Bu deganingiz xato bo'ldi. Nari xato bo'ldi? 做婚检有利于deydi. 有利于deganimiz foydali. Bir narsa foydali, andan narsa foydali, bundan narsa foydali desek 有利于 deymiz. 比如说 bir tinish bo'lgan muhit sizningki yaxshi o'rganishingizga foydali desek 一个安静的环境有利于你学习。一个安静的环境有利于你学习 desek bo'ladi. Andan keyin 这个绿色蔬菜有利于身体健康。yeşil yemeklik salomatlikka foydali. 绿色蔬菜有利或者绿色食品有利于身体健康 degandek. 那这个地方做婚检mush to'ydan burungi tekshirish 有利于 foydali nimaga? 了解双方的健康状况。了解是 tushunish bilish. nimani 双方 ikki tarafninki mushu sog'lomlik ahvolini bilishga foydali. 有利于了解双方的健康状况。bir taraf qarshi taraf bo'lsa 对方 biz taraf 我方 ikki taraf 双方 deymiz. 然后呢可以减少遗传病儿的出生啊。那你们的 azlatqili bo'ldigan 减少 azlatish 遗传病儿的出生，就是说 irsiyat kesili bor mundaq bolalarni ki tug'ilishining nimasi oldini ola oladi，或者说 azayta oladi deydi. 那就是你知道了你自己有什么病，或者说你健康还是不健康，那你就可以知道你的孩子啊，这个会不会有什么遗传病啊，等等等等。那保证优生优育。优生deganimiz 就是 yaxshi tug'ib, yaxshi a'lo tug'ib, a'lo tarbiyalashtamdiq. Shuningga kapolat qilg'ili bo'ladi deymiz. 保证什么什么什么 bir narsaga kapolatlik qilishi. Men sizningki utuq qizini oladiganligingizga kapolat qilaman desak, 我保证你能成功。我保证你能成功。Men sizningki o'rganib yetoladiganligingizga kapolat qilaman desam, 我保证你能学会啊，我保证你能学会。imtihondan o'tib ketishingizga kapolatlik qila olaman desam, 我保证你能通过考试。我保证你能通过考试 deymiz. 然后阿兹古丽说确实啊，haqiqatan shunda 确实。我们应该对未来的孩子负责啊。Biz kelgusidagi kimlarga bolalar uchun 这个 mas'ul bo'lishimiz kerak. 那 ma'lum bir narsaga mas'ul bo'lish degani 对什么什么什么负责 deymiz. 对什么什么负责。Bu ishga mas'ul bo'lishingiz kerak desak, 你要对这件事负责。你要对这件事负责。Manga mas'ul bo'lishingiz kerak desak, 你要对我负责。你要对我负责。然后再比如说对什么什么负责degan chog'da muallimlar o'zininki o'quvchiga mas'ul bo'lishi kerak desak, 老师要对自己的学生负责。老师要对自己的学生负责。Biz o'zimiz degan gapga mas'ul bo'lishimiz kerak desak, 我们要对自己说过的话负责。我们要对自己说过的话负责。那么现在这个地方阿兹古丽说的确实 haqiqatan shundaq desak, 确实如此，确实如此。bu savol haqiqatan taskan. 这道题确实很难啊，这道题确实很难。
sizga haqiqatan tas bo'pti desak,你确实不容易，你确实不容易deymiz. Haqiqatan kelgusidagi bolamiz uchun mas'ul bo'lishimiz kerak. 对未来的 kelgusidagi 未来的孩子负责啊。然后呢，刘萍姐说的是的，shundoq debdi。我们不光要关注下一代的健康啊，下一代这个也要关注自己的健康。Biz keyingi bir avlodlarimizningki mushu sog'lomligiga ahamiyat berishlam emas, o'zimizningki salomatligiga这个nazar tashlashimiz kerak, ahamiyat berishimiz kerak debdi. 好，那我们首先来看一下，不光也要，那不光也mında bo'lib qolmasdan, yana mındaq degandek, mındaqlam emas, yana mındaq degandek. Masalan, 我不光要告诉你这件事情，我还要帮你，或者我还要帮你解决这件事情。Ben sizga bu ishni daplam emas, ham yana bu ishni sizga mushu nima qilib bermoqchi, bir taraf qilib bermoqchi. Mında bo'plam emas, yana mındaq degan chaqda 可以这么说。然后呢，再比如说，不光u manglam ishinib emas, bizning butun oilamizga ishinadi desak, 他不光相信我，也相信我们全家人。他不光相信我，也相信我们全家人。Men seni dostumlam emas, yani tuqqunum deb bilaman desam, 我不光把你当成是我的朋友，也当成我的家人，我的亲戚。我不光把你当成是我的朋友，也把你当成是我的家人，我的亲戚。这个不光men o'zimninglam xizmatini emas, uningmi xizmatini tang qilib bo'lishim kerak ekan desak, 我不光要完成自己的工作，他的工作也要一起完成。我不光要完成自己的工作，他的工作也要一起完成。那 malam emas mamu mındaq degan chaqda 不光也，那不仅也deb o'rgangan to'q ikkisiniga ishlatilishi o'xshashib qoldi va o'xshib ketdi. Andan 关注，那就是nazar tashlash, ahamiyat berish deganni 关注deymiz. Masalan, men mushu moliyaninki qandaq bo'layotganligi, iqtisod xabarlariga nihoyatda diqqat qilaman desam, 我非常关注经济xabarlari degan bo'lsak, 新闻啊，我非常关注这些有关经济的新闻 desakmi bo'ladi. Andan keyin u o'zininki tashqi qiyofatiga haddan ziyoda diqqat qiladi desak, 他过分的在乎自己过分的关注自己的外表，他过分的关注自己的外表。然后呢Anandiki 我记得那个咱们大家都玩微信是不是？玩微信的时候呢，那像有很多个公众号之类的，公众号了吧？那么不知道的xabarlarni讲的关注公众号，对不对？关注公众号，那就是公众号个nazar nuqta tashlash degandek叫关注deymiz. U yaqindan buyon menga bek diqqat qilyotdi desak, 他最近很关注我，他最近很关注我desak bo'ladi. 那在这个地方说的是什么呀？也要关注自己的健康，那就是balangizdan emas, o'zingizning salomatligingizga diqqat qilishimiz kerak. 为什么呀？你好了，你才能更好的去教育培养你的孩子。ota-onasi sog'lom bo'lsa, o'zingiz sog'lom bo'lsangiz, bolangizni tarbiyalaydiganға,
这个穷qildiğanga madarınız бар buludu。如果你自己都不健康，那你怎么去把你的孩子带好，是不是？所以你为了自己的孩子，也要有一个健康的身体啊，健康的身体。然后呢，阿兹古丽说什么呀？行，我去婚检的时候多问问有关婚育健康的知识дейді。Buludu, mən nim qığılı bağa vaxtımda, mən müşü toydun burunqı tekşürüşünü qığılı bağanda, o去什么什么的时候, mında yegi bağa vaxtımda, məsələn, mən Beyjingə bağa vaxtımda, o去北京的时候, mən Beyjingə bağa vaxtımda o mağın nurğun yardımlarını qıған desək,我去北京的时候，他帮过我很多。我去北京的时候，他帮过我很多。desek buludu. Na bir bağa vaxtda去什么什么的时候啊mən xizmətə bağa vaxtımda,或者说mən şu asas qatlamğa düşkən vaxtımda nurğun meni təsirləndirən işlər yüz bədi desək, 我去基层的时候我去基层的时候发生了很多让我感动的事情。我去基层的时候发生了很多让我感动的事情啊。然后呢，咱们再继续往下看。他说去婚检的时候怎么样？多问问 köprek soraş 多问问你们呢有关婚育健康的知识。Müşü toy, tərbiyə, pərzəntlik buluş, ulan tərbiyələş, sağlamlıq, qatarlıq, müşü bilimlərini, 或者说müşü cəhətdən köprək soray dəbdu. 那跟什么这个有关什么什么的知识 desək, 有关什么什么的知识就是 muanınğı münasibətlik bilimlər degan buludu. 比如说iqtisodga munosabatlik bilimlar desak, 有关经济的知识。那igilik tiklashga munosabatlik bilimlar desak, 有关创业的知识。那odam bo'lishga munosabatlik bo'lgan bilimlar desak, 有关做人的知识。ish qilib bir narsaga munosabatlik bo'lgan desak, 有关什么什么什么什么deymiz, 有关什么什么的什么东西。然后呢刘萍姐又说了，她说婚后计划生育方面的知识也了解。toydun keyingi nima o'sha计划生育ilaqa planliq tug'ut tarafidagi o'sha tarafdagi bilimlarni bilib keling deydi. Ye 了解 ye tushunib beqing, so'rab beqing demakchi. Na 了解 desak tushunish, bilish degan ma'noda bo'ladi. Na siz meni tushunamsiz? 你了解我吗？你了解我吗？mən bu işinki baş ayağının hamısını bilip düşünüp yettim desek, 这件事情从头到尾我都了解了我都了解了 desek buldu. Mən sizni biz gerçi tanışqılı 10 yıl olğan bolsunmu, mən sizni faqat düşünməydiganman. 尽管我们认识10年了，但是我一点也不了解你。尽管我们认识10年了，但是我一点也不了解你。那么tarafdagi munosabatlik bilimlar desek, 什么什么方面的知识，经济方面的知识，语文方面的知识，数学方面的知识 deymiz. 那这个 planliq tug'ut nima deydigimiz? 计划生育计划生育。还有 yana deydi, 以后有了孩子你也多关注, keyin balanglar bo'lgandan keyin sanmu mundaq narsalarga bakrak diqqat qilgin deb. 那以后keyin balanglar bo'lgan chaqda degan nima deydigimiz? 以后有了孩子, bola beqishning tasligini keyin balangiz bo'lgan chaqda undan bilasiz desak, 养孩子有多难, 以后有了孩子你就知道了。养孩子有多难，以后有了孩子你就知道了。deymiz. 好，然后最后阿兹鼓励你们的多，哎呀姐，你都把我说的不好意思了，meni xijil qilyaptingizgu deb.
那就是说to'yiniki balanikiga chiqqandan keyin arzuga hijil bo'lib qapti. 那meni hijil qilyaptingizku degan nima deymiz? 你都把我说的不好意思了。你都把我说的不好意思了。masalan miyada就假如有人说我这个或者说 kimni boshqalarni maqtayotgan bo'lsin, bak umaq, bak yaxshi, bak aq ko'ngil, bak andaq, bak mandaq的。那么听到的时候，他肯定会觉得不好意思嘛，那就可以说，你都把我说的不好意思了，你都把我说的不好意思了，这个一定要记住啊。ismimizni qasun，我不好意思了，demaymiz，你都把我说的不好意思了，aytihimi yaxshiroq chiqadi。好，那这一课我们会了没有啊？主要讲了一个什么呀？就是说刘萍姐呢给阿兹古丽提醒了2个方面。上一节课是给他讲的要领结婚证，是不是？这一次呢给他讲的要做婚检，然后跟这个计划生育呀，还有优生优育呀这方面的知识呢都多了解了解，对不对？只有这样子的时候，我们才可以让我们的孩子更健康的这个出生，更健康的成长啊。那行，那今天的内容跟老师一起来读一下。姐，我的婚礼你可一定要参加呀。妹妹的婚礼，做姐姐的怎么可能不在呢？对了，忘了提醒你，领证前必须要做婚检。这个我知道，不过我觉得我们都挺健康的呀。这你就错了，做婚检有利于了解双方的健康状况，可以减少遗传病儿的出生，保证优生优育。确实，我们应该对未来的孩子负责。是的，我们不光要关注下一代的健康，也要关注自己的健康。行，我去婚检的时候多问问有关婚育健康的知识，婚后计划生育方面的知识也了解了解，还有以后有了孩子你也多关注。姐，你都把我说的不好意思了。好，这是我们的课文。那这个地方呢，下一代degimiz keyingi avlod degan gap。好，那亲爱的同学们，今天的作业就是把我们的这个课文整个都背下来。uzun demay， uni-buni demay， 你就把它背下来就对了啊。然后把它呢就变成自己的话，去跟别人做对话去说。然后我们下一期再见。